Qassobda bizdan keyingi odam. Baraka topar. 30 yil bo'yi sotadi bu otni, lekin. Işte короче, noyedi biz kelmayotgan ekan, gap yaxshilab eshitdim. Normal gaplashuvdik, to'g'rimi? 30 milliondan 500 ming o'ting. 30 million bo'ldi. Million sen qo'shib olasan bo'ldi. Hammasini ham berib qo'yibman, xotir olmayman. Savdogar bo'lmasa pul aylanmaydi-da o'zi aslida. 35 million bersin. Va endi davdala bo'ldi. Yo'q, bu 20 mingdan qo'y go'shtini narxida hisoblab qo'yapsiz-da. Ilon xudo bozoringizni bersa oshlig'iga soting. Shuni olib 10 kun mana yana garantiyasi bilan yeyishi, ichishi, chopishiga. Bizdagi o'zimizga ham garantiya yo'q. Bu yerda ko'pari kerak emas. 30 millionga qirchiq ham pul beryapti. 30 million o'zing ola olsan. Ya olaman 30 million. Bemalol. Boraga mana, olmasa dallollikka bo'lyapti. Yo'q, managa sotingmi? Bermasanglar sizlarga ham bizga ham oq yo'l qora asfalt короче. Qamchini ber. Bitta qamchi berib ko'ring. Bu narsaga kerak emas. 100 dollar bo'lsa men sotaman hozir nima deb qattiqdan olib baradan Iboga sotdim nima anaqa maqtanib chiqib ketasiz. O'sha maqta olib ketib qolmaymi? Voy oldim gap yo'q ekan. Aka bunday gapda sizdan olgan odamni baraka topish kerak. Bizdan go'shtga hisoblab olmaymiz, bizdan go'shtga hisoblab oladi-da keyin. Keyingi odam qassobda bizdan keyingi odam. Baraka topadi, 35 ga olib sal qiyroq